Ich qotishi, qabziyat hozirgi kunda xalq orasida juda ham keng tarqalgan. Sababi qish oylarida kam harakatlik, yog'li ovqat ko'p yeyish, qish oylarida tez qorin ochib qolishlarida ichaklarda ovqat turib qoladi va intoksikatsiya, zararlanish, vitaminlar parchalanmasligi va eng qo'rqinchlilardan bittasi gemoroy hosil bo'ladi. Gemoroyning asosiy sabablaridan bittasi to'g'ri ichakda axlat massasi turib qolishi va u yerni shikastlab qo'yishi. Va appenditsit kasalligini, ya'ni ko'richak to'planib qolishining sabablaridan bittasi ich qotishi, ya'ni u yerga zararli moddalar to'planib qolishi bo'lishi mumkin ekan. Sizga tabiiy mahsulot turbo choy tavsiya qilaman. Bu turbo choyni ko'k choyga o'xshab ichsangiz ham bo'ladi, paketcha ko'rinishda bo'ladi. Bu choy tarkibida olma, zanjabil, kurushin daraxtining po'stloqlari, sano, yana bir ikkita giyohlar bor. Bu mahsulotni uy sharoitida kuchli ovqatlanib, mana hozir kechroqgacha ishlaymiz. Ovqatlangandan keyin tashqarida sovuq, harakatlarimiz cheklangan. Shuni hisobiga ichaklarda peristaltikasi yaxshi emas. Ovqatda turib qoladi. 2 kunlab, 3 kunlab ichib yemaydi. Agar turbo choy ichadigan bo'lsangiz, hazmingiz yaxshi bo'ladi. Yeyotgan ovqatingizdagi vitaminlar, oqsillar, uglevodlar parchalanib, organizmga so'rilib, ertalabga sizda yengil hojat hosil bo'ladi. Sizga turbo choy tavsiya qilaman. Bunda hech qanday jigarga, ichakka zararli tomonlari yo'q, foydali tomonlari esa juda ham ko'p. Ushbu mahsulotlarimiz sizda qiziqish uyg'otgan bo'lsa va kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha dostavka xizmatimiz bor. Mahsulotni qo'lingizga olganingizdan keyingina to'lov qilib qolasiz. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Sizga foydali ma'lumotlarni berishdan to'xtamaymiz.